har bitta ligada bonus bo'lganda bizda ham ligada bonus bor. Eng yaxshi nokautga $2000 beramiz. Faqat shunaqa nokaut bo'lishi kerakki, bitta udarida. Va eng yaxshi jang kechasiga ikkita sportchiga beramiz 1,5 mingdan. O'shanda $5000 bo'ladi. Endi bilmaymiz bo'ldi kim nokaut qiladi. Balki xotin, balki boshqasi, balki mehmonlar. Hammasi yutish uchun kelgan. Shuning uchun bu sport lotereya. Bittalar ham ketadi. UFC o'ta millat tanlamaydi, davlat tanlamaydi. Har bitta sportchini qo'llab-quvvatlanadi. Demoqchi bo'lganim, ularni ham sochun qo'llab-quvvatlash kerak. Ular mehnat qilyapti, bular ham yutgani kelyapti. Ertaga arenada negativ bildirib, deyish kerak emas. Gapirayotganda naborot qo'llab-quvvatlab, podдержка qilish kerak. Bular ham sizlardan motivatsiya oladi, emotsiya oladi. Bular ham yutish xohlaydi. Hech kim yutqizgani kelmayapti. Bizlarning ham sportchilarimizni xuddi shunaqa qilib zo'r qo'llab-quvvatlaylikki, yutsa ham, yutqizsa ham. Chunki har bitta sportchi mehnatiga yarasha natijasini oladi va sizlar uchun oktagonga chiqadi. Vatanning bayrog'ini ko'tarish uchun va sharaf bilan chiqadi. Bu yutish, yutqizish Allohdan sababini qilishadi. Rahmat.